Baqirma menga. Siz baqiryapsiz. Baqirma. Buni qarang aka. Endi aka u bahor gilosda u bolasi. Endi bahor gilasda bo'lsa degani o'qlaydigani bas aka. Siz yana kimsiz pul sanaysizmi? Yo sanamayman. Chiqib ketaymi? Nimaga chiqyapsiz? Nimaga haydayapsiz? Siz Nimaga kimsiz o'qlayapsiz? Jamoatchilik kengashi raisi. Yegani qilyapman buni. Nimaga yegani? Nimaga baqir chaqir qilmang? Siz kimsiz bu yerda kelib bu yerda delovochilik qilib mehnat qilyapsiz bu. Nimaga o'qlayapsiz O'zbekiston uchun? Nimaga o'qlayapsiz? O'qlaganimi? Nimani o'qlaganingiz? Nima u? Nima zo'ravonlik qilyapsiz? Bu Allohga Mana bergan ne'mat. o'qlayapsiz. To'g'ri muomala qiling. Baqirma menga. Siz baqiryapsiz. Baqirma. Ha, chaqiringlar. Chaqiring, kimni chaqirsiz? Nimaga o'qlayapsiz? Davlat. Nimaga davlat imijini buzyapsiz? Sanaganingiz yo'qmi? Nimaga davlat imijini buzyapsiz? Yo, 20 mingga bu mashaq gilos beradi. Mana 100 minglik. Nimaga o'qlamay, ming so'm bo'lsa ham o'qlamay aka. Baqir chaqir O'qmas qilmang. bu yegani uchun qilyapman. Yegani shuncha Ben ishni qilyapsiz. sotaman-ku ben. Bo'lsam birga borib sotishim men bilan. Nimaga bunaqa qilib tagiga aldayapsiz? Baqir chaqir qilmang. Aldaganim yo'q, qani bu? Mana olib beryapman tagidan. Bu Xudo bergan